Shu qura tashlashni ko'rib o'tiribman. Shu City man Liverpool yaralganidan beri Real man o'ynaydi. City mana shu qo'li bilan tanlaganda ham City tushyapti, kompyuterda tanlasa ham City tushyapti-da. Bu ikkalasini o'zi ochilish marosimi o'yini qilib qo'ysa bo'lar. City mana shu Barsadan keyingi o'rinda tursa kerak Real man o'ynash bo'yicha. U yog'iga ham ketgan. Juventus, Atalanta, Benfica mana shu hali mayda-mayda chayir-chayir bolalar deb ish ko'rsatadi hali ular ham. Ammo Qozog'istonga kelar ekan Real. Qozog'istonga kelar ekan, uje chiptalar sotilib bo'lgandir. Stadionda 3-4 kishi aka biz kirib o'tirib turardik. Deyishni boshlashgandir ko'rpa to'shaman borib. Barsa rasa PSJni so'radinglar. Mana PSG birinchi turdan sizlar omadlisizlar. O'ta PSG tushdi. Uni u yog'i ketib tashi haligi. Tuya top qishlog'i 2. O'sha xolos Omsalar komandasi. Shu Do'n mahalla degan komandalar tushib qopti. Bu yog'i endi bilmasam men bu. Gol urmasdan ham 8 talik ilasizlarga uyatan bo'lsa kerak to'g'ri. Paxtakordan qo'shib bermasizlar. Yamal Trigini ko'rib olardi, yaqinroqdan ham yo'q, uni ilojisi yo'q deyishdi, bo'p dedim. Bu yog'i omad endi.